Yo'q, ablah. Iflos. Hozir boraman. Hozir. Kela qol o'tam, kela qol. Seni juda sog'indik. Shahnoza. Shu yaramasdan qutulib olay. Senga xuddi shunaqasidan sovg'a qilaman. Xullas, shunaqa gaplar, xola. Kirib chiqmasam bo'lmaydi. U ayol professorga tegishli. Rasul Rustomovich ruxsatsiz oldiga qo'ya olmayman. Xola, bolasi haqida bitta xush xabarim bor edi. Balki bolasini eshitib, xursandchiligidan tuzalib ketar. Hey, bolasi yo'qolsa, shu yerda jimgina yotarmidi? Sen uni kim bilandir adashtiryapsan? Adashtirmayapman. Munira Rizayeva shu ayolmi axir? Ha? Lekin Iltimos, xolajon. Ha, mayli. Na iloj. Sen shu yerda tura tur. Men o'zim borib gaplashib ko'raychi. Uf, namuncha qo'rqasiz? Qo'rqmayman. Lekin bitta bolani deb ishimni yo'qotishni xohlamayman. Shu yerdan qimirlama. Xo'p, nafas olmay o'tiraman. Shunaqa bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Sardorbek. Xush ko'rdik. Xo'sh, xizmat? Haligi menga pul zarur bo'lib qoldi, aka. Bilasizmi, haligi do'kondan, o'zimizning do'kondan dadamning ruxsatsiz bir tanishimga nasiyaga ozroq mol berib yuborgandim. Xo'sh, Aksiga olib auditorlar tekshirishga kelayotgan ekan. Kamomatni yopib turmoqchiman. Sardorbek, Labbay? bilasiz. Qarz bermayman. Yo'q, garovga narsa olib kelganman. Mana. Qimmatbaho o'zik. Qani? Brilliant ko'zli. Ha. Qimmatbaho ekan.
bunaqa nusxa kam uchraydi. Asl mol. Mayli. Bir oy muhlat. Qoidamizni bilasiz. Vaqtida pulni olib kelmasangiz, o'zik qaytarilmaydi. Tushunarlidir. Olib kelasiz-a? Olib kelaman. Albatta olib kelaman. Mayli. Bo'pti. Rahmat sizga. Xo'p. Mumkinmi? Kiravering. Yana ukolmi? Ha, yo'q, o'zim shunday. Sizdan bir xabar olay degandim. Professor tayinlaganlar. Shu ayolni yolg'izlatib qo'ymang, tez-tez xabar olib turing degandilar. Tuzukmisiz? Juda yaxshi-da. Muniraxon, bor nari tur. Muniraxon, Ha? haligicha bolangiz topildi. Bolangiz? Qanaqa bola? Meni bolam yo'q. Bu gapni qayerdan oldingiz? Uni yo'qotib qo'ygan ekansiz-ku. O'sha bola topildi. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Voy, haligi bolangizni mabodo yo'qotib qo'ymaganmidingiz, deyapman. Yo'qotib? Nega yo'qotib qo'yaman? Meni bolam yo'q. U tug'ilmagan. U tushib qolgan. Ha, tushib qolgan. Eshityapsizmi? Hamma biladi buni. Tushib qolgan. Ya poyezdda qolib ketmaganmi? Yo'q. Qanaqa poyezd? Nimalar deyapsiz? Bolangiz jiyanimni o'rtog'ida ekan-ku. Voy, meni bolam yo'q deb aytdim-ku sizga. Men charchadim. Boshim aylanib ketyapti. Men dam olaman, chiqing. Muniraxon, men dam olmoqchiman. rostdan o'sha bola sizniki emasmi? Yo'q dedim-ku. Necha marta aytishim kerak sizga. Bolam yo'q. Avvalam aytgandim ularga bolam yo'q meni. Yo'q. Boring, men dam olaman. Mayli, kechirasiz. Faqat Rasul akaga aytib qo'ying, xo'pmi? Rasul akaga ularga haligi bolasi yo'q ekan deb ayting, xo'p. Shohidiga ham shunaqa deng, xo'pmi? Xo'p. Aytasiz-a? Xo'p bo'ladi. Tinchlanmang, aytaman. Tug'ilmagan. Shunday deb ayting, xo'pmi? Bo'ldi. Bolam yo'q meni. Yo'q, qoling. Aytaman. Mayli, o'zingizni bosing. Bolam tushib qolgan. Bolam yo'q meni. Opajon, so'ramang mendan, bolam yo'q meni. Sizga hayajonlanish mumkin emas. Yo'q. Aylanib ketay sizdan. Yo'q, u tushib qolgan. Shunaqa, u tushib qolgan. Bu gaplarni siz ham Rasul akaga aytib qo'ymaysiz-a? Xo'p. Aytib qo'ymay, xo'pmi? Boring endi. Men dam olaman. Rasul akaga aytib qo'ymang. Mayli. Chiqing xonadan. Uzr. Chiqing. Xo'p. Bolam yo'q. Jona, senga nima degandim? Bolam tushib qolgan. Bolam, Ozodbegim. Seni hech kimga bermayman. Bolam, uzoqlarga ketamiz. Xola, Munira Rizayeva shu ayolmi axir? Ha, lekin Munira Rizayeva Rasul Rustamovichning professorning xotini ekan. Hoy, nodon qiz, gapimni uqdingmi? Rasul Rustamovich bemor o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Hozirgina xabar olgandim. Yaxshi. Voy, Shohidaxon, yaxshimisiz? Kelinglar. Marhamat, kiringlar. Mumkinmi, opajon? Kelavering. Yure, ketdik. Ko'rdingmi? Qizi ham har kun shu yerda. Seni deb menga gap qilmasa bo'ldi. Men qayerdan bilaman? Opajon, keyingi hafta Ikromni uylantiryapmiz. To'yda o'zingiz bosh bo'lasiz. Shunaqami? Ikromjon yaxshi yigit. Kelin kim bo'lsa ham peshonasi yarqiragan ekan. Kelinni sen taniysan? Ha. Taniymanmi? Ha, Karimjon do'stimning qizi Dilfuzani kelin qilyapmiz. Ha, Dilfuzanimi? Esimda. Quvnoqqina, chet tilni yaxshi biladigan qiz. Ha, xuddi o'sha qiz. Kelasi yakshanba to'y. Mayli, sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar. Xo'p. Men ishlarim bor. Yaxshi. Mayli dada, ishingizdan chalg'imang. Xo'p. Xursandman. Iloyim baxtli bo'lishsin. Munira opa, Oyijon. Ha, Oyijon. Siz o'zim oyijonimsiz.
Onam o'tganlaridan keyin o'zimni yo'qotib qo'ydim. Ularsiz yashashni tasavvur ham qila olmasdim. Dadamni uylantirmoqchi bo'lganlar uchun hattoki buvimni ham yomon ko'rib qolgandim. Gapim rost, ishonavering. O'sha paytlar sizni dilingizga juda ham ko'p ozor yetkazdim. Meni kechiring. Anchagina g'o'rlik qilgan ekanman. Siz ketib qolganingizdan keyin dadam juda ham qiynaldilar. Kasal bo'lib yotib ham qoldilar. Shunaqa deng. Dadamni ham yo'qotib qo'yishim mumkinligini tushunib, qo'rqib ketdim. Sizni rosa ham qidirdim. Oyjon, men qilgan xatolarimni tuzatmoqchiman. Uyingizga qayting, iltimos. To'y kuni dadamni yonida bo'ling. Iltimos sizdan. O'tinib so'rayman. Yo'q demang. Uyga qayting. Iltimos. Sardor? Dadasi, Sardor uyda yo'q. Idoradamikin yo? Yo'q, ishga ham bormagan. Unda qayoqda ekan? Chiqib ketganini bilmay qolibman. Ha, qo'ng'iroq qilmadingmi? Qildim, telefonini olmadi, o'chirilgan. Dadasi, ko'nglim notinch. Bolamni o'zi panohida asrasin-ku, negadir qo'rqib ketyapman. Kunduzi so'raganimda yaxshi gaplashdi, kechirim so'radi, tushundi degan eding-ku. Juda yaxshi gaplashgandik. Institutga boshqatdan kiraman, o'zgaraman degandi. Hozir xonasiga chiqsam, yo'q. Hozir. Alo. Ichki ishlar bo'limidan bezovta qilyapmiz. Sardor Botirovning otasimisiz? Ha? O'g'lingiz og'ir ahvolda. Birinchi shahar shifoxonasiga olib kelingan. Nima? Tezda yetib kelishingizni so'raymiz. Nima gap? Dadasi, tinchlikmi? Gapirsangiz-chi? bo'yni bilan oldi qismini biroz torroq bichgan ekanman. Endi unga boshqa matodan quroq qo'yishni o'ylab qoldim. Quroq bilan durmasam yaxshi kelishadi. Dugonajon, quroqni bichishda seni yordaming kerak bo'ladi-da. Albatta yordam beraman. Salom. Salom. Yaxshimisizlar? Shahnoz, keyinroq gaplasharmiz. Gaplashib olsak bo'ladimi? Xo'sh. Sardor bilan to'yinglar bo'lish uchunmi? Aldamaganmidingiz? Sizga nima? Siz uni qanaqaligini bilmaysiz-ku. Bilamanmi, bilmaymanmi? Bu meni ishim. Qudrat, iltimos, tinch qo'ying. O'zim surishtirdim, u nashavand ekan. Nima? Ha, shunaqa. Mahallasidagilar ham, ishxonasidagilar ham bilar ekan. Hamma biladi, faqat siz bilmaysiz. Siz meni shu gaplaringizga ishonadi deb o'ylayapsizmi? Shahnoza, ko'zingizni kattaroq oching. U Oliftaning soxta iltifotlariga ishonmang. Siz juda soddiq qizsiz. Kuyib qolmang deyapman xolos. Men sizni yaxshi ko'raman.
Yaxshi ko'rgan insonimga yomonlikni ravo ko'rmayman. Agar baxtsiz bo'lib qolsangiz, men o'zimni kechira olmayman. Bas. Yo'qoling. Ko'zimga ko'rinmang. Dadilroq. Yaxshi. Qaddingni ko'tar, yelkangni tort, tabassum bilan. Shunaqa. Assalomu alaykum Gullar opa. Va alaykum assalom Shahnoza. Mana ertaga mehmonlar kelishadi. Tadbirga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ha, xabarim bor. Darvoqe, Shahnoza, sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Tinchlikmi? Tinchlik. Qizlar, o'zinglar bir muddat mashq qilib turasizlar, xo'pmi? Yaxshi, xo'p. Yaxshilab, men kirib hammasini tekshiraman. Xo'p bo'ladi Gullar opa. Qani yur, hovliga chiqamiz. Nima gap o'zi? Hozir hammasini tushuntiraman. Kecha art dizaynga borgandim. Yaqinda yosh sportchilarni xalqaro olimpiya o'yinlari boshlanar ekan. Shunga sport tashkilotidan buyurtmalar tushibdi. Sportchilarimiz olimpiya o'yinlarida qanday formada bo'lishini biz o'ylab ko'rishimiz kerak ekan. Yaxshi. Bu ishlar o'z yo'liga. Lekin Shahnoza, balki hayotingga aralashishga haqqim yo'qdir. Lekin seni o'z qizimdek ko'raman. Yo'lingdan adashib qolishingni istamayman. Qudrat sizga ham u haqda bo'lmag'ur gaplarni aytdimi? Gulnar opa, u yaxshi yigit. Faqat biroz shartakroq xolos. Nima qilibdi? Sardor menga tanish tuyulardi. Qayerda ko'rganimni hech eslay olmasdim, lekin endi esladim. Qaynotam narkolog vrach. Sardorni ular davolardilar. Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Sizlar uni kim bilandir adashtiryapsizlar. U yaxshi yigit. Yo'q, afsuski unday emas, Shahnoza. Qaynotamdan ham surishtirdim. Shahnoza, qizim, o'zingni qo'lga ol. Sardor nashavand, bu aniq. Ishonmasang, kasallik varaqasini ham ko'rishing mumkin. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ismi sharifini ham o'qidim. Sardor Botirov Mahir. Gullar opa, nega unaqa? Hayotda nimalar bo'lmaydi deysan, qizim? Men uni sevaman-ku. His qilma Shahnoza, sen yaxshi qizsan. Qobiliyatlisan, aqllisan. Hayoting oldinda. Haqiqiy baxting hali keladi. Faqat o'zingni qo'lga ol. Aql bilan ish qil, jon qizim, Shahnoza. Yo'q. Men unga yordam beraman. Men uni yonida bo'lishim kerak. Axir hech kim o'z istagi bilan bunaqa yo'lga kirmaydi-ku. Nimadir sabab tufayli u majbur bo'lgan. Yo'q, Shahnoza, afsuski sen adashyapsan. Irodasiz, qiyinchilikni yenga olmaydigan qo'rqoqlargina shu yo'lga kiradi. Yo'q. Bu boshi berk ko'cha. Yo'q. Bundan faqat tobutda chiqadi. Bilib qo'y, Shahnoza. Yo'q, u tuzaladi. Bu yo'ldan qaytadi. Mana ko'rasiz, u tashlaydi. Men uni yonida bo'lishim kerak. Shahnoza. Ishonmayman. Agar shunday bo'lsa, men Sardor akaga kerakman. Juda kerakman. Sardor aka, sizni tashlab qo'ymayman. Yoningizda bo'laman. Ha, men yordam beraman.
Toshkent shahar fuqarolik sudi Zartepa mahallasi 17-xonadonda istiqomat qiluvchi fuqaro Qodirova Nafisani arizasi to'liq o'rganib chiqildi. Mahalla fuqarolar yig'ini yarashtiruv kengashi taqdim etgan hujjatlarga ko'ra, oila keyingi 3 yil davomida notinch hayot kechirgan. Kelinning fuqarolik huquqi uzluksiz va besabab poymol etilaverganligi bois oila parokandalikka yuz tutgan. Natijada Murat aka, Labbay. anor yegim kelyapti. Anor, Ha, seni xohishing men uchun qonun. Boyni bog'iga o'g'rilikka tushishga ham tayyorman. Nafisa, bolalarimiz mana shu anor donalariday ko'p bo'lsin. voy. Rahmat. har bir inson oilani saqlab qolishga harakat qilish kerak. Fuqaro Qodirov, qonuniy xotiningizni himoya qilish sizning zimmangizda edi. Siz erkak kishisiz. Oilaviy muammolarni hal qilsangiz bo'lmaydimi? Bu axir vazifangiz. Uyingizda tinimsiz janjal ko'tarilib, xotiningizga zug'um o'tkazilgan, yetarli e'tibor qilolmaganligi tufayli bolasidan ayrilgan. Ariza beruvchi bu oilada yashashni istamayapti. Xo'sh, sudga aytadigan gapingiz bormi? Juda yomon ish bo'pti-da. Hech kimni boshiga bunday kulfatni solmasin. Nimasini aytasiz? Bechora bitta uy bitta o'g'il ekan. Ha, xudoning ishlarida. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Onasiga rosa qiyin bo'ldi-da. Bugun ishlamaymiz, qizim. Ertaga keling. Ertaga ham ishlamaymiz. Aza o'tgunicha xo'jayinning yonida bo'lishimiz kerak. Siz bechora yigit endigina 25 yoshga kirgan ekan, opa. Nashavand ekan-da. Ko'zlari bejo boqar edi, sezmaganmidingiz? Voy xudo asrasin. Eshikni oching, iltimos. Ishlamaymiz. Iltimos oching. Oching, iltimos. Qanaqa qizsiz? Ishlamaymiz dedik-ku sizga. Singlim,
xo'jayini boshiga ish tushib qoldi. Yoshgina farzandlari vafot etdi. Sardor aka. Ha, o'sha. Uni tanirmidingiz? Xafa bo'lmang. Ilojimiz qancha? Bandalikda. Iya, singlim, sizga nima bo'ldi? Shu sababli ota-onasini uyiga ketgan. Shu gaplar to'g'rimi? Shunday bo'lganmi? Qodirov Nafisa, eringiz Qodirov Murod bilan ajrashish haqida ariza topshirganingizdan keyin sizlarga sinov muddati berilgan edi. Shu orada yarashib olishlaring lozim edi. Afsuski bu hol ro'y bermagan. Siz ajrashish haqidagi bayonnomaga qo'l qo'yasizmi? Ha. Hurmatli ona, sizning xabaringiz bormi ularning arizasidan? Ha, xabarim bor. Xo'p, yaxshi. Bergan arizasi va mahalla yarashtiruv kengashi xulosasiga binoan Qodirovaning ajrashish borasidagi talabi qondirildi. Sud ajrimi davlat ro'yxatiga olingan kundan boshlab Qodirov Murod bilan Qodirova Nafisa o'rtasidagi qonuniy nikoh bekor qilinadi. Ko'rilgan ish yuzasidan belgilangan boj to'lovlari Qodirov Murod zimmasiga yuklanadi. Oiladagi bog'cha yoshidagi 2 qiz farzand tomonlarning kelishuviga ko'ra onasi bilan qoldiriladi. Ushbu qarordan norozi taraflar 20 kun ichida shikoyat berish huquqiga egalar. Mana opa, jarima haqidagi hujjat. Yaxshi. Mana kuyov. Siz hujjatlarni tayyorlab Endi orangiz ochiq. O'g'il tug'adiganiga bemalol uylanavering. Yaxshi joylardan ato qilsin. Qo'l oyog'i chaqqon, mehribon kelin uchrasin. Tezroq borib onangizdan suyunchi oling. Qani yur Nafisa, ketdik. Kengash bayonnomasidan ko'chirma deb yoziladi. Xo'p bo'ladi, tushunarli. Mana bu ariza bo'yicha ham maslahatingiz kerak edi. Yaxshi. Tushlikdan keyin gaplashib olamiz. Baxtli bo'ling. Tengizni toping ilohim. Armonlaringiz ushalishini chin yuragimdan tilayman. Armonim sen eding, Nafisa. Buncha qolib ketishdi ekan, oyi. Voy, bilmadim. Bilolmadim qizim, bilolmadim-a. Dadaynam ketgandalar, haligacha darak yo'q. Xavotirlanib ketyapman. Ish qilib ajrashib ketishmasin-da. Shahnoza, Ozodbekni mehribonlik uyiga topshirishdan o'zga chorang yo'q. Dada. Ha. Shunaqa deng. Yo'q. Men ertagayoq sovchilikka boraman. Nima? 3 qizni voyaga yetkazib, oq yuvib, oq tarab, oyim ikkalangiz yana azobini tortyapsiz.